Ya Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Mana bugun quyoshli kun. Allohga shukr shu kun uchun. Bugun tumanimizdagi katta qabristonga keldim. Bir holatga ko'zim tushdi, to'g'risi. Ushbu videoni qilishimning sababi mana shu qabristonda yotgan qarindosh urug'lar, opa-singil, aka-uka, ota-onalar bo'lsa, kelib tez xabar olib turinglar, iltimos sizlardan. Chunki nimaga desanglar, qabristonda qabrlar ochilib qolgan mana hozir. Keyin yana bitta bu yoqda mana bitta qabr ochilib qolgan bu yerda ham mana. Sal narigi tomonda ham, shu tomonlarda ham ko'p joylar ochiq yotibdi. Xolos. Shunaqa. Endi bu yong'ingarchilik, yomg'ir yog'yapti. Yer o'pirilib, mana shunaqa qilib ochilib qolgan. Videoni qilishim sababi shu qarindoshlar, jigarlardan tez xabar olib turinglar degan maqsadda video qilyapman. Chunki mana shunday ochilib qolmasin, nimadir shikast bo'lmasin degan maqsadda video qilyapman. Juda to'g'risi ko'rib astag'firullah, tavba. Mozorlar bunday bo'lmashi kerak, mozorlar obod bo'lishi kerak, mozorlar toza turishi kerak. Iltimos, o'z yaqinlardan xabar olib turinglar, yo'qlab turinglar. Nima qilib ochilib qolmasin mozorlarimiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.